أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabahdaşlar. Bizden bugünkü dersimiz yani huruful cer. Yani biz aldıda dersimizin kitabımızın 5'te isim baş giriş, düşüm giriş, yegilik kılışlap kılıdı. Yine merfuat, mensubat, mecrurat dep 3 kısım bo'lgan. Aldığında merfuat bilen mensubat ahırlaşkan buldu. Endi bugünkü dersimiz mecrurat hakkında ders başlandı. Endi mecrurat degan nima desa, egilik kirişlap kıldigan isimlar degan bo'ldi. Egilik kirish bu zir qilish degan gap emas. Zir yani bu Uygurca atalıq olup Arapçası kesre deyimiz. Bu her bir mecrurat degan kesre okuluş degan gap emas. Mecrurat egilik kilish yani bu bir ma'lum bir türünü gösterip durdu. An bu kesre yani zir şu egilik kilishning alomatlarining ichidan bir alomat bo'ladi. Egilik kilishning alomati bir necha bo'ladi. Ismning egilik kilish alomati ba'zi chog'larda kesra bo'ladi. Ba'zi chog'larda fatha bo'ladi. Bazı çağlarda ya buludu, egilik kilish alametleri isimninki. Bazı çağlarda mahallem buludu, bazı çağlarda takdiren buludu. Şunlaşka isim egilik kilişlap tutkan isim 3 kısımga bölünüdü. O isim yaki hurufi cer sebeplik egilik kilişlap kılıdı, yaki izafet sebeplik egilik kilişlap kılıdı, yaki tabiiyet yolu asasen egilik kilişlap kılıdı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim desek, bunu bu Bismillahirrahmanirrahim'da isimnin harfi cer arqılıq egilik kilişlap kilish şekli, izafet arqılıq egilik kilişlap kilish şekli ve tabiiyet yolu asasen egilik kilish şekli çıqqan. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki ismi degen kelime ba degan hurufi cerning sebebi bilen bismi de ismideki mim ba'ning sebebi bilen kesr qilgan. Endi bismillahideki Allah ismi muzaf Allahi muzafillaylik sebeplik egilik qilishlar kelgan. Mana bu bismillahideki bismillah izafet sebebini Allahi egilik qilishlar kelgan. Endi Ar-Rahman Ar-Rahim kelsek Ar-Rahman Allah'ın birinci sıfatı, Ar-Rahim Allah'ın ikinci sıfatı. Sıfat mevsufta tabiiyetlik lügadeyimiz. Yani sıfat mevsufka töt cihette erişidu. Şu tötünün birisi i'rabda erişidu desek Ar-Rahman Ar-Rahim'nin kesri kılışı Allah'a sıfatlık lüga asasen erişkenligi üçün şun kesri kılgan. Mana şu Bismillahirrahmanirrahim'ni biz mecruratning 3 qismi buna tepildi deb qaraymiz. Endi şu mecruratning 3 qismining birincisi al-ismul masbuq bi hurufil jar. Harfi jar bilan boshlangan ism egilik qilishlar keladi. Anda bo'lsa hurufil jar degan nima? Hurufil jar qancha degan haqida to'xtalsak, hurufil jar odatda asa harf degan qo'shimcha. Cer deganning lug'at ma'nosi so'rash degan bo'ladi. Yana bu o'zidan keyin kelgan ismni o'zining oldida kelgan ma'lum bir narsani so'raydi. Ya'ni bu mundaq chiqilganda huruful jarning roli bir narsaga chetish xususiyatiga. Ya'ni huruful jar o'zining omilning, ya'ni o'zining majrurga bir omilning ta'sirini o'tkazadi. Huruful jar nurg'un maqsadlar uchun ishlatiladi. Ba'zi qasam ma'nosini bildirib kirib kasr o'qisa, ba'zi buningki ta'diyat ma'nosini, ba'zi taqviyat ma'nosini, ba'zi tashbih ma'nosini deganga o'xshash har xil ma'nolarni bildirib kelib, yana o'zining kelgan ismni huruful jar egilik qilishga keltiradi. Shunga huruful jar ve onun mecurri ve onun mutaalliq qilgan 3 narsa bor. Anda da huruful jar çoğun avvalan biz huruful jar mecrur mutaalliq degan gapni qilishdan burun bir qadam oldiga ilgirgan vaqtimizda huruful jar çoğun jihatdan 3 qismga bo'linadi.
Birinci kısım huruful cer asli. İkinci kısım huruful cer şibi zait. Üçüncü kısım huruful cer zait deb üç kısım kılındı. Anda da huruful cer asli degan nima desa, huruful cer asli deganimiz har bir u harfiga o'ziga xos bo'lgan bir ma'nosi bor va u ma'lum bir narsaga mutaalliq bo'lgan. Huruf-i cer buldukken çokum onundan kelgan ism ya labzan, ya mahallan, ya takdiren ilgili kılışlap keladi. Mesela minel kitabı desek kitabı minnin sebebiyle kesir okulgan buludu. Billahi desek Allah'ı benim sebebiyle kesir okulgan buludu. Hem de minel mustaşfa desek ya ki ilel mustaşfa desek zahabtu ilel mustaşfa desek el mustaşfa takdiren ilgili kılışlap kelgan deymiz çünkü ism mahsur olganlık için. Hem de navada zahabtu ila haza bunun teşkibatını desek haza mahallen mecrur deymiz. Şuna o isim harfi cerden kelgan iken ya ki labzan ya ki mahallen ya ki takdiren ilgili kılışlap kelgan bo'ladi. Endi mushu hurufi jar asli deganim bo'ldi desak, hurufi jar asli deganimiz zait mi emas, shibi zait mi bo'lmaganini hurufi jar asli deymiz. Bu hurufi jar aslining o'ziga xos bo'lgan bir ma'nosi bor. Har qanday bir harfning o'ziga xos bo'lgan bir ma'nosi bor. O'ziga xos bo'lgan bir ma'noni bildirish bilan birga u ma'lum bir fil yoki shibi fil bo'lgan fil va fil ma'nodagi so'zlarga aloqadorlik chetishlik bo'ladi. Ya'ni o'zidan kelgan ismni fil ya shibi filga fil ma'nodagi so'zlarga chetib beradi. Mana bu harfi jar asli. Masalan, biz bu yerda zahabtu bi Muhammadin desak, Muhammadni katkizib degan bo'ladi. Ataytu bi kitabin kitobni akeldim degan bo'ladi. Mishalki bi ba degan hurufi jar mana ishning ma'nosi bu yerda o'ziga xos bo'lgan ma'no ta'diyat ma'nosi bor. O'tumlashtirish ma'nosini bildirib kelib, shundaqla bi Muhammad va bi kitob zahabtu bi Muhammadga bi Muhammadni nimaga bog'lab kelgan? Zahabari ham pilga aloqador kelgan, shu mutaalliq va mutaallaq. Zahabtu bi Muhammadga Muhammad mutaallaq chetil andin bi Muhammad mutaalliq bo'ldi, Muhammad mutaalliq bo'ldi. Ba degan huruf jar Muhammadni zahabtu degan pilga chetib keldi. Ya'ni zahaba degan pilning ta'sirini Muhammadga o'tkazdi deb qaraymiz. Ataytu bi kitabiniki ham shunga o'xshash. Anda bo'lsa biz huruf jar asli deganni ya'ni o'ziga xos ma'no bo'lgan va uning ma'lum fe'l va shibi fe'llarga mutaalliq bo'lganini deymiz dedik. Unda bo'lsa uning mutaalliq nimalar bo'ladi? Fe'l, ismu fe'l va shibhul fe'llar bo'ladi. Fe'l mayli u mazi bo'lsin, mayli muzari bo'lsin, mayli amr bo'lsin, fe'l va shundaqlash ismi fe'l bu. Uchinchisi endi u nima bo'ladi desangiz, ismul fa'il, ismul maf'ul, sifat mushabba, ismut tabzil, sigatul mubalagha, masdar. Alta fe'llar 7, ism bilan 8. Mana mushu narsalarga aloqador bo'ldi. Yoki uni qo'shib qolsak, masdar mansubun mutaalliq bo'ladi. Anda bo'lsa 9 turlik narsaga harfi jar mutaalliq bo'ladi. Harfi jarning mutaalliqi mana mushuning bo'ladi. Anda da harfi jar shibi zait degan nima? Degani harfi jar shibi zait deganimiz u harf o'zidan kelgan ismni harfi jar degan aman mayli asli bo'lsin, mayli zait bo'lsin, mayli shibi zait bo'lsin, o'zidan kelgan ismni egilik keltirishi, zir o'qitishi tabiiy ahvol. Ama harfi jar shibi zait deganimiz lahu ma'nan xos. Uning uchun xos bir ma'no bor, o'ziga xos bo'lgan bir ma'no bor. Velaysa lahu mutaalliq. Lekin uning uchun nima yo'q? Mutaalliq bo'lmaganini deymiz. Masalan, buning misollaridan bir misol rubba. Endi rubba degan mushu huruful jar o'ziga xos ma'nosi borki, ko'pincha vaqtda kasir degan ma'noni va aqal holatda qalil degan ma'noni bo'ladi. Az vaqtda ya ko'pincha
ko'pincha yoki ba'zan degan bir ma'noni bildirib, mana bu o'zining kelgan ismni egliklish keltirdi, lekin buning ma'lum bir narsaga mutaalliq bo'lmaydi. Buning mutaalliq bo'lmaydi bu narsaga. Endi harfi jar zaid deganimizcha uning shu jumlada yoki shu kelgan o'rinda o'ziga xos ma'nomi yo'q va lahu va laysa lahu mutaalliq va uning uchun mutaalliq yo'q. Laysa lahu ma'nan xos va laysa lahu mutaalliq. Uning xos mutaalliqmi va ma'nisi bo'lmagan va u ma'lum bir narsaga aloqadarmi bo'lmaganni harfi jar zaid deymiz. Bu nima uchun kelganimizda littavkid ta'kid uchun keladi. Bu harfi jar zaid o'g'ini ta'kid ma'nosini ifodalab keladi. Endi biz mana bu harfi jar anda bo'lsa harfi jar asli, harfi jar zaid, shibi zaidlarda qanday farqlar bor deganda harfi jar asli bilan kelgan jar majrur bu odatda numulanmaydi, fa'il olanmaydi. Yoki bu harfi jar mubtada olanmaydi. Ammo harfi jar shibi zaid bilan yoki harfi jar zaid bilan kelgan narsa fa'il mi bo'la oladi, mubtada mi bo'la oladi. Endi harfi jar shibi zaidga misolni bayon keltirdik. Harfi jar zaidga ham misolni biz keltirsak, ma ja'ani min ahadin degan o'xshash, min ahadin mana hech kishi kelmadi desak, mana bu shay ta'kid. Laysa Muhammad bitalib, Muhammad qati o'quvchi emas desak, bitalibniki ba va zaid, ma ja'ani min ahadiniki min zaid deb qaraladi. Shunlashqa harfi jar zaid va shib zaidning farqlari mana shu. Endi harfi jar asli jari majrur mubtada bo'lanmaydi, fa'il bo'lanmaydi. Ama harfi jar shibi zaid bo'ladi. Rubba rajulun karimin laqitu. Rubba rajulun karimin laqituhu. Agar rubba rajulun karimin laqitu desak, mana bu fe'llik jumla bo'ladi. Rubba rajulun karimin laqituning maf'ulun bihi bo'ladi. Ammo rubba rajulun karimin laqituhu desak, rubba rajulun karim laqituhuni xil ehtimollik bor. Bu mubtada, laqituhu xabar. Yoki rubba rajulun karimin bu ishtigal babidan bo'lib, buningki tashlangan filning laqitu degan tashlangan filning maf'ulun bih deb qarasaqmi bo'ladi. Shunlashqa mana bu harfi jar asli va harfi jar shibi zaid va zaid lag'atninki o'tirishga farqlar deb qaraymiz. Anada bu harfi jarlar zodi netçi desek bunun da her xil ehtimollik keladi. Ba'zi harfi jar 17 deb bo'lgan bo'lsa, ba'zi kitoblarda 21 deb chiqqan bo'lsa, ba'zi kitoblarda 20 deb keltirgan. Ibn Musannif rahimahullah bu kitobida harfi jarni 20 ni o'tirib qo'ygan. Buning mashhurlari bor va g'ayri mashhurlari ham bor. Musannif rahimahullah bu haqda mundaq deydi. Haka huruful jarri wahya min ila hatta khala haja ada fi an ala muzmundu rubbal lam kay waun wa ta wal kaf wal ba wa la'alla wa mata. Siz huruf jarlarni obdan yaxshi o'rganing, buni ching tuting. U huruf jarlar min ila hatta khala haja ada fi an ala muz munzu rubba lam kay vav ta kaf ba la'alla matadan iboratdir. Va ba'zilar lavlarni huruf jar deb qaragan. Lavlarni huruf jar deganlar bo'lgan. Umuman aytganda mana buni 20 buningdan biz ikki turni avval yaxshi kelsa qildi. Birinchisi khala hasha adani biz istisno babida o'rganib bo'lgan. Bu haqda to'xtalmaymiz. Endi bizga alohida tuyulgan mishada kay, la'alla va matani o'rganib olsak, qog'ini biz ko'p uchraydigan, ham bizga ko'p uchrab kelayotgan harfi jarlar. Buning orasida kay va la'alla va matani avvalan tushunib ketamiz. Unda bo'lsa, kay huruful jar lit-ta'lil illat ma'nosini bildirgan harfi jar bo'lib keladi. Kay.
Ama key harfi cer olab kelgan çada 3 urunda illet manisi bildiren harfi cer oldu. Birincisi bu key ma istifamiyenin beşik kip harfi cer oldu. Keyme dep keledi. Keyme ci'te nim üçün geldin? Lime ci'te nim üçün geldin degen o'xshash. Keyme. Key harfi cer ma istifamiye olup ma'nın ilip taşlangan. Harfi cerinin ma istifamiyenin beşiğe harfi cer qo'shilsa beştiki ilip ma'nınki ilip taşlanadi. Mesela amma yatasaalun o'xshash, limaga o'xshash. Har ma istifamiyega harfi cer qo'shilsa ilip taşlanadi. May mavsuliyaga harfi cer qo'shilsa ilip taşlanmaydi. Ama keyme desek ahirda haysakti kelgan, haysaktining kelganligi aşırı taşlangan elifning o'rnida deb qaraydi. Şunlaşqa bu nima uchun kelgan, nima keyme ja'ta desek nima uchun kelding degan bo'ladi. Mana bu yerda bu key harfi jar bo'ldi. İkincisi key agar bu harfi jar bo'ladi, nima desa ana mastar muavvalning beşik kirsa an ve annaning ismi ve annaning xabari yoki an ve o'zining kelgan fe'l muzari. Demak mastar muavvalning beshida kay keladigan ahvollar bor. Ya'ni bu anna ve annaning ismi bilan qo'shilib anna ve uning ismi ve xabari bilan qo'shilib mushning beshik kiradi. Lekin u mastar muavval amaliyotda ko'pincha harfi mastarga tashlanib keladi. Masalan, ji'atu kay ata'allama al-lughat al-arabiyya. Men arab tili o'rganish uchun keldim desak, kay ata'allama al-lughat al-arabiyya desak, ashara an degan harfi mastarga tashlangan. Mana bu yerda kay bu yerda harfi jar deb qaraladi. Bu qarashlarning ichidagi bir qarash. Ammo ba'zilar bunu kay ata'allamadi ki kay harfi nasba 5 ta harfi jar bo'lgan lam tashlangan asli likay ata'allamadi deb manda qarag'uchilimi ham bo'lgan. Lekin bizning hozir tafqilmoqchi o'g'limiz kayni biz harfi jar demoqchi. Üçüncüsü kay bu odatda harfi jar bo'lib, yani mayi masdariyaning bir kishido sizning silis bilan qo'shilib odatda masalan misol keltirsak ahsin muamalatan nas kayma tusallimu min azahum. Sen kishilarga, insonlarga muomalani chiroyli qil min azahum. Sen ularning aziyatidan saqlanib qolish uchun dedi. Kayma tusallim. Meherga ma may masdariya. An me kaymadagi ma may masdariya kay ya da harful jar deb qaraladi. Şuna tusallimi peşi qiladi. Endi harf jarlarning ikkinchisi biz la'alla shu arablarning qishida la'allimu harf jar bo'lib ishlatilgan yerlar bor ekan. Shuna shu la'allimu harf jar shibi zaid bo'lib keladi. Harf jar shibi zaid deganimiz la'alla bilan kelgan so'z odatda uningki jar majrur deb qaralib, yani mubtada bo'ladigan ahvollar bo'ladi. Masalan, bu kay harfi jar shibi zaid bo'lib tarajji ma'nosini bildirishdan birga harfi jar bo'ladi. Masalan, la'alla asli al-musafiru qadimun gadan. Musafir at kagichi desak, beri mubtada xabar bo'ldi. Harfi mushabbah bil bo'lgan la'allani desakcho, la'alla al-musafira qadimun gadan bo'ladi. Agar harfi jar deb desak, la'alla al-musafiri qadimun gadan. Mana la'alla al-musafiri qadimun gadan desak harfi jar bo'ladi. Kashki musafir at kasichu degan bo'ldi ma'nosi o'xshash. Mishada la'alla harfi jar shibi zaid la mahalla min al-i'rab al-musafir labzan majrur fi mahall raf'i mubtada alamat raf'i ad-damma al-muqaddara deymiz. Qadimun xabar bo'ladi, gadan qadimun zarf bo'ladi. Mana shunga o'xshash. Endi yana birisi, uchinchisi mata.
mata harfi jar asli bo'ladi. Mata harfi jar asli bu o'zga juda bir xos ma'nosi bor. Buningki o'zga xos ma'nosi bor. Shu harfi jar asli deymiz. Endi bu mata Huzayl qabilasining nazarida harfi jar bo'ladi ekan. Endi bu ji'atu matal bayt. Matal bayt. Ji'atu matal bayt. Desak, men uydan keldim deganga o'xshash. O'shada bu min ma'nosi bilan ishlatiladi. İftidai g'oya deymiz. Shunga min ma'nosi bilan keldi deb qarasak bo'ladi. Mana bu harf jarlarning sal bizning oldimizga oz uchraydigan, ko'p uchramaydigan harf jarlardan bo'lgan uchi. Endi qolib qolgan harf jarlar bu yerda 14 dona harf jar qoldi. Mav, mata, kay, la'allan tugutib bo'ldik. Khala'ada hacha mustasna babı tugunib bo'lgan. Anda olsa bu yerda 14 dona harf jar 2 ga bo'linadi. Buningdan 7'si el-müşterek, 7'si müşterek beynel ismi zahir ve muzmer. İsmi zahir olan ismi muzmer oturusda ortak bo'lgan. Ama 7'si harfi jar muhtas bir ismi zahir. Aşkar ismga xas olab ishlatiladigan, uning majrur zimirdan kelmaydigini bo'lib, jami bu 2 qismga bo'linadi. Biz navbatda ism zahirga xas bo'lganini ko'rib o'tamiz. Biz zahir xusus munzu va muz va hatta vel kaf vel vav va rubba va ta va xusus bi muz va munzu vaqtan va bi rubba munakkaran va ta'u lillahi va rubb va rabba va ma rawaw minnahu rubbahu fata nazrun kaza kaha ve nahu ata. Mana bu harfi jar ismi zahir xas bo'lgan 7 dona harfi jarlar haqida to'xtalamiz. Muz, munzu, muz, hattani, kaf va rubba talani ismi zahirga xas qiling. Necha bo'ldi? Muz, munzu, hatta 3, kaf 4, vav 5, rubba 6, ta 7. Mana bu 7'sini o'xsus bizlar ismi zahir xas qilingki, buning majruri oshkor ismdan kelsin deydi. Endi navbatda buning tafsiloti bor. Vaqsus bi muz va munzu vaqta. Muz munzuni vaqtga xas qiling. Yani muz munzuning majruri zarf zaman bo'lsin, vaqt ma'nosi bildirgan ism bo'lsin deydi. Va rubba munakkara, rubbani nakirga xas qilingki, rubbaning zirv qilg'uvchisi nakir ism bo'lsin deydi. Va ta'u lillah, ta Allah uchundur va Rabb uchundur, Ka'baga muzab bo'lgan. Va tallahi tarabbil Ka'ba deymiz. Endi ma tallahi bu andaligi vo'ga o'xshash hamsa ishni Allah degan lafzi jaloldirilgan qasam ma'nosini bildirishlardan bir harf jar bo'ladi. Robba rabba ham shunday. Va tarabbil Ka'ba, Ka'baning Rabb bilan qasam deganga o'xshash. Va ma ra'u minnahu rubbahu fata. Rubbahu fataning o'xshishidan ular rivoyat qilgan narsa nazrun azdur. Endi biz bayam dedik, masalan shular hammasi rubbamu harf ismi zahir xas qilingan desak, rubbahu fata deb ketdi. U ko'pincha bir yigitga degan bo'ldi. Rubbahu fata ketdi. Men rubbahuniki zimrim, onun ismi zimirdan ketdi. Ziroqlatgan ismi zimirdan ketdi desa, bu nazrun az. Az ma'na bu arab tilida buni shaz deymiz, ma'nahu az. Shaz yuhfaz va la yuqas. Kagini ismimizni saqlab olamiz, ammo uning bir narsani qas qilmaymiz. Kaza kaha va nahu ata. Kaha o'xshash va uning o'xshashlari shundaqla az keldi. Endi kaf va uning o'xshashlarida unda zimir ismi zahir kelgan qisman holatda zimir kelganlar bu bak az hisoblanadi. Az geldi. Endi biz bayan dedik.
Muşu yetti iken bunun arasında muz munzudan başlaydı. Hem de muz munzunun birincisi muz ve munzu bu ma yahtasu biz zaman. Zamanға xas oludu bu. Bunun mecurri çokum zamanını bildirgen isim buludu. Ötken zamanını bildirgen isim ya hazırki zamanını bildirgen. Mesela ma ra'aytuhu muz yevmul cumu'a. Ma onu cuma günü üstün tatip kömüdüm degen boldu. Eğer muz ile munzunun mecurri ötken zamanını bildirgen sözü olsa o çağda o muz ile munzu min manasıyla işletildi. Ama muz munzunun mecurri o hazırlık zamanını bildirilgen isim olsa fi manasıyla işletildi. Mesela ma ra'aytuhu muz yevmina. Ben onu bizim bu günümüzde kömüdüm. Munzu yevmina bizim muş günümüzde ben onu kömüdüm degen buludu. Hazırki zaman anda boğandı kim bu? Fi manasıyla işletildi. Demek munzu yevmul cuma olsun, munzu yevmina olsun işkilisin mecurri vakit manası bildirdiğin isim bulup kirişlen birge muz munzu bir da fi manasını da targen man yine bir din degen manı bildirip özün kirgen isimni ilgili kirişti keltögen buldu. Şimdi harfi cerlerinin üçüncüsü kap ve va. Kap bilen va. Şimdi kapta to'xtalgan vaqtimizda kap bu vaqtda kalam oxiri tafsil bir qatam chiqadi. Kap odatda huruf jar bo'lib ishlatiladi va ism bo'lib ishlatiladi. Buning tafsiloti oxirida bor, ism bo'lib ishlatiladi. Ammo masalan bayan ko'pincha ismning beshik turadi. Kap o'zi tashbih ma'nosini bildirgan bir harflar bo'ladi. Va bu kap illat ma'nosini bildiradi. Uzkurulloha kama hadakum li hidayatikum. Allah sizlarni hidayat qilganlik uchun Allohga tashakkur aytinglar deganga o'xshash ta'lil ma'nosini bildirib keladi, tashbih ma'nosini bildirib keladi va shundaqla za'id bo'lib keladi, shundaqla ism bo'lib keladi. Bu tafsilot keyin chiqadi. Ammo va faqat qasamga xos ism. Muxtassun bil qasam. Qasamga xos bo'ladi, lekin u muayyan ism zahirga xos olmaydi. Muayyan bo'lgan bir zahir ism xos olmaydi. Ammo tam muayyan Allah degan lafzga yoki Ka'baga muzof bo'lgan Rabbi so'ziga xos bo'lgan bilan bu masalan va bilan Allohning g'ayri bilan nima Allah lafzi jalolning g'ayridan ishlatildi. Vallahi va Rahman deganga o'xshash. Ve onundan başkama mesela "Vel-leyli izâ yakhşâ ven-nehâr izâ tecellâ ve-semâi" degan o'xshash. Mana boshqa mahluqotlardi bu qasamga ishlatiladi, Allohning g'ayriga ishlatiladi bu. Endi 5-incisi bu huruf-jarlardan rubba. Endi rubba bu odatda bu rubbaning majruri davomli nakir ismdan keladi. Ama nakir ism kelib bu harfi jar shibi zaid dedik. Buning mutaalliq mavjud emas. Harfi jar shibi zaid bo'lganligi uchun mutaalliq mavjud bo'lmaydi. Bu asli tayinlangan taksir au taqlil uchun tayinlangan. Ko'pincha degan ma'noni ba'zi oz degan ma'noni bildiradi. Qarin ahvoli qalab bekitiladi. Masalan rubba rajulun karimun laqituhu desak ko'pincha olim erga bilan men uchrashdim degan ma'noni bildiradi. Rubba harfi jar shibi zaid rajul labzan majrur fi mahalli nasbi maf'ulun bi laqiyani. Alim rajulun sifati mana bu chaqda bu fe'llik jumla. Yoki mubda xabar rubba rajulun karimni mubtada laqituni xabar qilsaqmi to mubda qaytgan zimni tashlangan deb qilsak bo'ldi. Rubbaning zir o'quvchisi bu 3 narsaning birisi bilan sifatlanadi. Ya cümle fi'liye bilan sifatlanadi, ya cümle ismiye bilan sifatlanadi, yoki jar majrur shibil cümle bilan sifatlanadi.
Mesela rubbe raculin alimin laqituhu desak, mana bu yerda mufrad ism bilan sifatlangan bo'ldi. Rubbe raculin alimin desak. Endi ikkinchisi rubbe sadiqin lazamaka arabtahu aribtuhu desak, mana bu yerda pilliq jumla bilan sifatlangan bo'ldi. Rubbe sadiqin indaka aribtuhu desak, bu yerda shibil jumla bilan sifatlangan bo'ldi. Ya mufrad bilan sifatlandi, yoki jumla bilan sifatlandi, ya shibil jumla bilan sifatlandi. Chiqib sifatlanib kelganligi buni aytdi, aniq masala. Endi rubba mana bu shibi zaid dedik. Endi rubbaning bu yerda mutaalliqi mavjud bo'lmaydi, shibi zaid. Ammo harfi jar asli bo'lganda cho'qim uning mutaalliqi bo'ladi. Ammo harfi jarning mutaalliqi 4 o'rinda tashlanishi vojib bo'ladi. Agar u jari majrur sifat bo'lsa, mutaalliq tashlanishi vojib. Agar u xabar bo'lsa, uning mutaalliq tashlanishi vojib. Hal bo'lsa, mutaalliq tashlanishi vojib. Birinchisi sifat bo'ldi, hal bo'ldi, xabar bo'ldi. Endi yana birisi ism mavsumning siylasi bo'lib kelsa, ya shibil jumla jari majrur uning mutaalliqi tashlanishi vojib bo'ladi. Lekin marubbada uning mutaalliqi kelmaydi. Zaid va shib zaidlar harfi jarning mutaalliq bo'lmaydi. Endi harfi jarlarning yana birisi shu Allah degan lafziga xos o'tqini. U qasirisi ta. Bu ta Allah degan lafziga xos bo'ladi va rubba degan rabba so'ziga ham xos bo'ladi. Mush ikkala ishlatildi. Masalan, va tallahi la akidanna asnamakum va tallahi mana shunga o'xshash. Tarabbil Ka'ba Rabbin Ka'baning Rabbi bilan qasam. Tallahi Alloh bilan qasam deganga o'xshash. Endi buning g'ayridan lekin biz bayam dedik, endi bu mushu rubba buni bari hammasi ismi zahirla xos bo'ldi. Uning ichidan endi bundan muzmarga kirib qat qildirib buni aytdi. Az rubbaga o'xshash, kahaga o'xshash qat qildirib lekin buni aytdi. Az masalan rubbahu fityatan da'awti ila ma yurisul mayd daiban fa ajabu deganda rubbahu fityatan deb munzimir kelgan bir she'rda. Yana bir she'rda khalla zanabat shamalan kasaba va umma aw'alan kaha aw aqraba deb kaha deb aha degan zimir shu yavoyi shaklda qayd etgan. Mana she'rda shunda zimir kelganlar bo'lgan. Buni aytdi shaz. Bu shu kaga ism saqlab olamiz, lekin buningga boshqa bir narsani qiyos qilib o'ltirmaymiz. Ammo zimir kelganda cho'qim zimir g'oyib kelgan, majrurlab kelgan. Endi harfi jar biz bayam umuman harfi jarlarning ichida 14 ishkigi bilan dedik. 7si zimir xos, nima muzmarga xos, majrur zimir bo'ladi. 7si ism zamir bilan muzmar o'rtaq degan. Shularning ichi shu 7ning ichidan biz hozir min degan harfi jarni ko'rib o'tamiz. O 7sida qas deganda o 7si odatda min ila an ala fi lam ba'dan iborat edi. Bu mushtarikdir. Mushuning orasidan birinchisi bo'lgan minning ma'nolarini ko'rib o'tamiz. Ba'iz va bayin wabtadi fil amkina bimin wa qad ta'ati li bad'il azmina wa zida fi nafyin wa shibhi fajar nakiratan kama li baghin minna mafar. Mana bu yerda min haqida to'xtalamiz. Ba'iz min bilan ba'zilik ma'nosini ifodalang. Bayin min bilan bayan ma'nosini ifodalang. Wabtadi bil amkina min bilan ma'lum bir makonda boshlash ma'nosini ifodalang.
وَقَدْ تَعْتِ بِلِبَدْ الْاَزْمِنَ ve bazıda o min bir zamanda başlaş manasını bildirmek keledi. وَزِيدَتْ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِ ve min nefida ve şibin nefi. Nefinin şibin nefi dediğimiz nehi ve istifhamlarda ziyade olup geldi. Diğerimiz yine min nefidinkin ve şibin nefidinkin zayit olup gelip takit üçün keledi. Takit üçün geldi demek cemde. Tötü manası takit manası var. Fecerre nekire bu çıkıda min ziyade olup nefidin ya şibin nefidinkin kelgende onun mecru nekir isimli zırukte mali bağın min mefer bağı üçün kaçıdığın yer yok diyen okşaş. Mana misale minnin hazır zayid olup takit üçün kiloda zayid olan takit üçün kelgende çıkış etken. Biri o ya nefi ya şibin nefidinkin kiliş etken. Nefi vasi ve şu istifamasi ve nehi vasi maksat kılındı. İkinci birisi çokum nekir isimli onun mecburi nekir isim bulaş gerekken. Andara min ba'az manası bilen mi kildi? Duduk. Min tabiz üçün kildi. Ba'azlık manasını bildirip kildi. Duduk. Mesela ahaztu minel mali malının ba'asını aldım. Digen okşaş. Ve minen nas men yekulu amennâ billah. Ve minen nas ki bazı nas yekulu amennâ billah. Digen okşaş. Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun ba'z ma tuhibbun digen okşaş. Andi mana mushu alada min bazılık manasını bildirip kelgen. Bazı degan ma'ni. Endi minning tabiz bazılık ma'ni tabiz bazı degan bir ma'ni bildirishning birdan bir alamati çoqum minni ilitib minning o'rniga bazı so'zni qo'ysak ma'nada fasad paydo bo'lmasi kerak. Ma'naga xalal yetmaslik kerak. Ma'naga nuqsonlik yetib qolmasa ham bo'ladi. Mü'minen nas ve yekulu amennâ billah ne? Bazı nas yekulu amennâ billah. Sizler özünüz yaxşı görgen nasidan chiqim qilmay, hergiz yaxshilik qilishamisizlar degan gap. Sizlar yaxshi görgen narsalarning ba'zini chiqim qilmaydigan bo'ldi. Shundan tanal birra hatta tunfiqun ba'zi ma tuhibbun. Sizlar yaxshi görgen narsaning ba'zini degan bo'ldi. İkincisi şu min cinsini bayan qilish uchun keldi. Tabiyin deganimiz mana shu. Cinsini bayan qilish uchun keldi. Ama min cinsini bayan uchun kelganda u ko'pincha madinkin yoki mahmadinkin kito bu ikkisining mubahamligi bak yuqori bo'lganligi uchun. Ama uning g'ayridan maklardi, uning xas emas. Masalan, paytani bir rizq min al-awsan. Paytani bir rizq Nicisten yirak bulunla, yirak durunla desek nicis, qaysi xil nicis, nicis degan naydi kangri buludu. Mesela harrak mı bir nicis, gende mi bir nicis, but mu bir nicis, nicis manevi, nicis hissi har xil bulaverdi. Paytani bir rizsa minel awsan. Butdan ibaret nicisten yirak durunla degan bo'ldi. Bu yerdagi nicisten bo'lgan murad but iken minar rijsi avsanni bayan qilib keldi. Anda olsa bu min bayan uchun kelgan deb qaraymiz. Endi bu minning tabiin uchun kelganligini bilishning eng yaxshi bir alamati ismi mavsul o'zining silasi bilan qo'shilib mushu minning o'rnida keladigan bo'lsa ham bo'ladi. Mesela paytani bir rizse minel evsanni paytani bir rizse ellezi huve evsanu. Yani aslında paytani bir rizse minel evsan da hazır paytani bu rizse paytani bir rizse ellezi huve el evsan demiz. But boğan bu necisin yirak. Butun ibaret necisin yirak durumlar diyen buldu. Bunu meşede ellezi huve evsan deb ellezi degan ism mavsul huwa degan shu ellezi qaytgan zimir avsana minning majri uni o'zbati shu ekanimiz. Shuna o'xshash.
Üçüncü xil ma'nosi iftidal g'oya, ma'lum bir g'oyaning bir o'rinda boshlanganligini yoki bir makonda o'rinda yoki bir zamonda boshlanganligini bildirib keladi. Ko'pincha minning majruri o'rin ma'nosini bildirib keladi, lekin ba'zi vaqt ma'nosini bildiradigan ahvolim bor. Masalan, xaraytu bilan uydan chiqdim, chiqishdan iborat g'oya uydan boshlandi degan o'xshash. Raja'tu min Mekke, Mekke'den qaytdim. Qaytishdan iborat g'oya nereden başlandı? Mekke'den başlandı. Endi vaqt ma'nosini bildirib keladi. Mesela nimtu min saat al-khamis, men saat 5'ten tatib uxladim deganga o'xshash. Yoki sumtu min yawmil khamis, payshanba kundan boshlab ro'za tutdim deganga o'xshash vaqtni bildirib kelaveradi. Endi bunun ma'nolaridan mushu minning ma'nolari yana bir ma'no tavkid uchun keladi. Vazida fi nabin va shibihi degan mana mushu nabi. Ta'kidlab keladi. Bu ta'kidlab kelishda cho'qim o zaid bo'lganda ta'kidladi. Harfi jar zaid deganimiz ortiq chiqib qolgan degan gapimiz. Harfi jar shibi zaid, harfi jar zaid deganligimiz harfi jar ortiq chiqib qolgan, ziyod chiqib qolgan degan bo'lmaydi. Ba'zi kitoblarda buni sila deb atab qo'ydi, ba'zi zaid deb ataymiz. Zaid degani bikog'i kelgan degan gapimiz. Ortiq chiqib qolgan degan gapimiz. Zaid deganimiz bu harfi jar bu hakkıda bildiradigan muqim bir ma'nodan boshqa bir ma'noni bildiradi, ziyoda bir ma'noni bildiradi degan bo'ldi. O'ziga xos bo'lgan u ma'nodan boshqa u ma'noni bildirib, bilik bir ma'noni bildirganligini ifodalamoqchi deyishdan bo'lgan maqsad. Ammo ikki shart, birinchisi u shu çünkü şu min harfler zaid bo'lganda bunun majrur nakir ism bo'lishi kerak. İkinci şart o nafi bilan başlansın ya nahi bilan ya istifham bilan. Mesela ma hadara min ahad hiç kishi kelmadi. Mesela ma hadara ahadun desek bir kishi kelmadi degan bo'ladi. Ma hadara min ahad hiç kishi kelmadi deb mana bu ta'kid ma'nosi chiqadi. Beşinci bir ma'nosi bor, ma beytda yo'q beşinci ma'no. Lekin bir ikki beyt o'tsek bu asliki beytda lintaha hatta velamu ve ila ve min ve ba'u yubhimani badala deb asliki beytda mening 5-chi xil ma'nosi bor. Biz biroqla ma 4 ma'noning og'ziga ma 4 beyt chiqqan ma'noni deyotimiz. U ma'no nima desa, min yana bir ma'nosi badal ma'nosi bilan keladi. Yani bedel ma'nosi keldi desek, hem de bir şu bedel ma'nosi keldigan nima degan gap desa, bu bedel degan kalimani, bedalu degan kalimani minning o'rnida qo'ysak, qo'yg'ili bo'lishi kerak. Masalan, araditum bil hayatid dunya min al axirah. Sizlar hayatı dunyoga rozi bo'ldinglarmi? Ahiretning o'rniga degan bo'ldi. Mishada minal axira badalal axira. Ahiretning o'rniga hayoti dunyoga rozi bo'ldinglarmi deganga o'xshash. Walau nasha'u laj'alna minkum malaikatan fil arzi yakhlufun deganga o'xshash. Agar biz xohlagan bo'lsak, sizlarning o'rninglarda zaminda firishtalarni yaratgan bo'lardik. Firishtalarni sizlarning o'rninglarda zaminga firishtalarni izbasar butgan firishtalarni yaratgan bo'lardik dedi. Yani minkum badalakum degan ma'noda keldi degan. Endi asliki beytda ve onun başqa yine hurufi jarlarning ma'nolari chiqadi. Masalan, hatta lam ilah ba degan iborat fi deganda kelib jala. Lintaha hatta va lam va ila wa min wa ba yubhimani badala wal lam lil milk wa shibhi wa fi ta'diyatan aidan wa ta'lilan qufi wa zida wa zarfiyya tastabinu bima
وفيه وقد يبينان السبب بالباء استعن وعد وعوز ألصق ومثل مع ومن وعن بهنتك. أمين harfijar hatta ve lam ve ilala intahail gaye. Gayenin ahirleşkanlık manasını bildirip keledi. Min ve be bu bedel manasını uqturudu. Lam igidarçılık ve şibil igidarçılık manası üstün buludu ve ütümleştiriş hem illet manasında mu lam tunuldu. Lam hem zait olab işletildi ve ba'vilen zarfiyet manasını ba ve fi'len zarfiyet manasını bayan kılın. Bu ba'vilen fi bazıda sebep manasını bayan kılıdı. Ve bil ba'ista'in ve addi avz al-siqi. Ba'vilen istaanet manasını yardım talep kılış manasını bayan kılın. Ve addi ba'vilen ütümlük manasını ifadelen. Avz ba'vilen mukabele ivaz manasını ifadelen. El-siq ba'vilen billi bulaş ilsak manasını çaplaşkanlık aşılan billi boğallık manasını ifadelen. Ve o ba'vilen ma'anın oquşunu, minnin oquşunu, annin oquşunu telaffuz kılın. Yine demek ba ma'a manası bilen, min manası bilen, an manası bilen işletildi demekçi. Onda olsa biz bu replicelerni tafsili bir yandan to'xtalib mangamiz. Lintihaya hatta ve lam ve ila degandiki hatta to'xtalamiz. Hatta bu harfijar aslining qatoridan bo'lib ikki qismga bo'linadi. Bu aşkara birincisi mufrad sarih uçuk ismini adati mufrad sarih bo'lgan uçuk ismini bunda masdar emas uçuk ismini zir o'qitib keladi ve onun ma'nosi shu g'oyaning oxirlashganligini bildiradi. Shuning buni hattal g'oya deb ataydi. Bu hatta zir o'qitmaydi faqat ma'lum o'zining oldingi narsaning oxirgi bir juz'isini yoki oxirgi juz'isga tutashgan shay'ini zir o'qitadi. Masalan, salamun hiya hatta matla'il fajr desak, u kecha tinch amalliqdir, tong atqicha desak, hatta matla'il fajrdagi hatta o'sha ma'lani kasr o'qitdi. Ma'la tongning din iborat shu kechining oxirining kechining shu oxiri fajr. Endi mishada oxiriga tutashgan narsa nima? Matla. Mana mushuni zir o'qitgan. Yoki oxirgi juz'isini akal tutsamaka hatta ra'siha biliqni 5 g'ichi yedim desa, mana shunga o'xshash. İkincisi hatta bu harfijar bo'lib ikkinchi xil ishiltirishda ikki qism dedik. Birinchisi uchuq ismni zir o'qitsak, ikkinchi masdar muavvalni zir o'qitadi. Masdar muavvalni, ya'ni masdar muavval anna an-nasb an-xabar bo'ladi yoki anna an va uning madxuli. U g'oya uchun bo'lgan bo'ladi. Masalan, endi bu hatta mushu fil muzarining 5 kishli bo'chog'ida mushu uningki hatta masdar muavvalning 5 kishli kelib harfijar o'tishimiz sababi demak u hattani o'rnida ila anni qo'yilib bo'lishi kerak. Ila anni qo'yilib bo'lsa ham bo'ladi. Utabi'ul muhadira hatta tantahiya muhadiratuhu. Leksiyasi tugagan qadar leksiya so'zligiga agishman desak ila anni qo'yilib bo'ladi mishara. Hatta onda. Endi musha hatta yana bir ma'nosi bayan bizning illat ma'nosini bildirib keladi bu hatta. İllet ma'nosini.
Hatta yoki intihayil g'oya ma'nosini bildirib keladi. İntihayil g'oya ma'nosini yoki illat ma'nosini bildirib keladi. İntihayil g'oya ma'nosini. Demak, fil muzarining 5 kelgan. Hatta masdar muavvalning 5 deymiz. Musharrik kelganda bu hatta harf jar bo'lib ya intihayil g'oyaning oxirlashganligini bildirdi va yoki u hatta u chaqda lam ma'nosidan illat ma'nosini bildirdi. Sen biz bunun bir misal o'ylab baqsak, lam ya'ti Muhammad hatta yantahiya ad-darsu. Ders oxirlashib bo'g'icha ders tugaganiga qadar Muhammad kamida desak, mana bu yerda bu ila an ma'nosida hatta g'oya uchun kelgan bo'ladi. Uning kamasiga qachon oxirlashdi, intihol g'oya bo'lgandan keyin shu ders oxirlashganda andin kamasiga tugadi uniki. Endi yoki u illat ma'nosini bildirdi. Ata Muhammadun ilal madrasa hatta yata'allama lughatal arabiyya desak, bu yerda Muhammad maktabga keldi, arab tilini o'rganguncha degan bo'lmaydi. O'rganish uchun deymiz, mana bu illat ma'nosini bilib kelgan yeri. Üçüncüsü harf-i jardan üçüncüsü lam. Endi lam bu harf-i jar asli bo'ladi ve bazı çağlarda zait bo'ladi. Bunun ma'nolarini aytib ko'p bo'lib, birinchisi intihayil g'oya. Lam intihayil g'oya ma'nosidan keladi. Ya'ni bazı çağlarda ila ma'nosi ishlatiladi lam demakchi. Masalan, kullun yajri li ajalin musamma. Desak, hammasi ma'lum qarorgacha mangadi, jari bo'ladi degan go'sh. Li ajalin musamma ay ila ajalin musamma ma'nosidan ishlatiladi. İkinci bir ma'nosi lamning milk ma'nosi va igdorchilik ma'nosini ifodalab qildi. Lillahi mulku samawati val arz. Asman zaminning igdorchiligi Alloh xosligida. Yani Allah asman zaminning igisi, asman zaminning mulki Allah, igdorchilik Allohning so'ngida lam igdorchilik, igi bo'lish, tamlik ma'nosini ifodalab kelib kelgan. Yoki shibimilik ma'nosini ifodalab qildi. Bu shibimilik ma'nosini deganimizda xoslik uchun deb tushunsak bo'ldi. Masalan, al-babu lid-dari, eshik o'ylining desak, al-bab mishada eshik o'yliga xoslandi. Shunga buni taqsis uchun kelgan desak bo'ldi. Yoki eshik o'yliga mamluk bo'ldi, ega bo'lindi, o'yla unga malik bo'ldi, ega tamlik. Milik, shibi milik deymiz. Nima chiqamiz? Milik ma'nosidan shibi milikning farqi bor. Chunki shibi milik deganda masalan al-babu lid-dar, al-babu lid-dar, al-kitabu li Muhammad desak, kitob Muhammadning desak, kitob Muhammadga xoslandi, u milik uchun keldi desakmi, Muhammadning mulki degan bo'ldi. Ammo ma'lum eshik o'ylig'i mulk bo'lmaydi. Lekin xuddi o'zining shaxsiy mulki qilib olgandek bir shibi miliklik yaqin ma'noni bildiradi. Shuning buni shibi milik deymiz, buni ixtisos deb iborat keltirilsin burada. Chunki shibi milik deyishimiz darda haqiqatan bir narsaga ega bo'lish iqtidori yo'q. To'rtinchi ma'nosi ta'diyat ma'nosidan keladi. Lam bu ta'diyat ma'nosi. Yine özün aldırki amilni, özünkinki amilning ta'sirini özünkinki kelgan ismga o'tkazish xususiyatiga ega. Mutaaddilashtirish uchun keladi. Anda bo'lsa lam bilan birga kelgan ta'diyat uchun keldi desak, lam bilan kelgan jari majrur amilning maf'ulun bi g'ayri sarih bo'ladi. Shuni masalan fahabli min ladunka waliya degan o'xshash. Mana öz dargahından bir velini bagin desek, li jari majrur mishada maf'ulun bi g'ayri sarih. Maf'ulun bi g'ayri sarih degan nima desa, maf'uliyatlik alomati oshkor bo'lmagan. Maf'ul deyishimiz filning sharikati, fildan iborat sharikat, fa'ilning sharikati bo'lgan sharikati
onun üstüge düşkenligi üçün mef'ul oldu. Gayri sari deyimiz mef'ullukning alamati olan fetha, hakikaten fetha, yoki niyabeten fetha, yoki takdiren fetha, onu da aşkara kelinmegechke, şu bunu gayri sari deb qo'yishimizning sababi shu. Ba'zisi illat ma'nosini bildirib keladi bo'ladi. İllet ma'nosi o'zidan kim kelganini o'z oldiga narsa illat bo'ladi. Masalan, talabul ilmi daruriyun li rabbil jahli. İlim o'rganish jahillikni ko'tarish uchun, yo'qotish uchun zarur deganga o'xshash. 6-bir ma'nosi ta'kid ma'nosi bilan keladi. Ta'kid ma'nosi bilan kelganimiz endi bu lam vazida degan lam ziyoda bo'lib ketadiganimiz ta'kid uchun ketadi degan gap shu edi. Cümlenin mazmununu ta'kidlab keladi. Ve o zayit oludan onun ziyadılışı şu pil bilen mef'ul o'rtasida ko'p deydi. Mesela ve melekte ma beynel Irak ve Yesrib mülken acare li muslim muahid ise acare li muslimdeki lam zayit. Demiş ki acare yücure pili bu harf cerisizmi mef'ul taraf kılardı. O yani Müslüman ve ahde kılgıçlarını kutuldurdu degan bo'ldi. Şu ajar musliman aslimin zayid işidi. 7. ma'nosi bu lam taqviya ma'nosini bildiradi. Ya'ni taqwiyatul amil allazi da'afa 'anil amal bi ahad as-sababayn. Lam tavkid deb keladi zayid bo'lganda lam taqviya degan bir lam bor. Yani nima lam taqviya degan desa emelden aciz kelgen amilni kuchlantiruvchi lam degan bo'ldi. Emelden aciz kelgen amilni kuchaytirib beruvchi lam. Mesela in kuntum lirru'ya ta'burun lillazina hum li rabbihim yarhabun desak misal li rabbihim lirru'ya degan buni mishada bu lam taqviya. Chunki bu yerda amil ma'muldan kim kelib qolgan. Amil ma'muldan kim kelganlikin ta'burun ru'yadan kim kelgan li rabbihimdiki yarhabun li rabbihimdan kim kelgan amil ma'muldan kim kelganligi uchun amalda ojiz bo'lib qolgan. Shu ojiz bo'lib qolgan amalni kuchaytirish uchun kelgan lam deb qaraymiz. Biz in kuntum ta'burun ru'ya lillazina hum yarhabun rabbahum degandek o'ttasizlar. İkincisi bu birincisi amil kim kelgan bo'lsa ekan. Amil kim kelgan bo'lsa, lam taqviya o'tu. Amil kin ma'mul ilgari kelgan bo'lsa, amalda ojizlab ketadi. İkincisi amil amalda far'i bo'lsa, o amilning amalda far'i bo'lishi u masdar bo'lganligi uchun yoki ism fa'il bo'lganligi uchun ya ism maf'ul bo'lganligi uchun degan o'xshash. Masalan sa'ani zarbu aliyin li Khalid desak Alining Khalidni uğallıqmini beyaram qildi desak mishada darbu degan masdar Khalid mishada uning maf'ulun bi shu asli darbu aliyin Khalidendi. Endi mishada darbu degan masdar amalda far'i. Chunki asli amalda fil asli masdar ism fa'il sifat mushabba ma'vola sigatul mubalagha amalda far'i bo'lganligi uchun shu amil amalda ojiz keldi, shu amalni kuchaytirish uchun shuning amalini kuchaytirib turish uchun kelgan lam deymiz. Li Khalid lamni lam taqviya deb qaraymiz. Masalan musaddiqan lima ma'ahum o'xshash, fa'al lima yurid o'xshash mushlarning birligi lam taqviya deb qaraymiz. Endi mushu harf jarlarning 4-inchisi ila. Ila bu harf jar bo'lib nurg'un ma'nolarda ishlatiladi. Uning mashhur ma'nolarining qatoridan birisi intahaul g'oya. Az-zamakaniya aw az-zamaniya. Ma'lum bir makonda yoki ma'lum bir o'rinda vaqtda ma'lum bir g'oya nishon harakatning oxirlashganligini bildirish. Masalan Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa desak min al-masjidil haram
Mana bu min yani ibtidail gaye, gayenin başlanğanlığını bildirse, ilal mesil aqsa intihail gaye, menin duruştun ibaret, yani meniştin ibaret gayenin mesil aqsada ahirlaşkanlığını bildirip, el mescidi degen mecrunik iyilikleşti keltirgen. Endi demek, müşir gayenin ahir şey degen nemi degen bitirsiniz, muş ilanın aldıdaki bir mananın ila onunla tutaşkan mecrulen tüggelligini bildirdi. Endi bu ila onundan başka yeni de musahabet manasını bildirip geliyordu. Gayeden başka. Ve la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Desek, benim işareti silah mallarınlarını ulanın malları bilen birlikte kuşap yemenler. Pəğsul olacaq və eyyakum iləl mərafik desə mə'a mənasıyla musahabət mənasıyla kılğan əhvallamı həmbə. Hərfi cərlərin bəşincisi bə. Bu bə əsli bulab işiltilidu, zait olab mı işiltilidu. Onun birincisi bədəl mənası tikilidu. Əmdi bədəl mənası bayan minni mi bədəl mənası tikilidu, bu bə mi bədəl mənası tikildiğin əhval bə. Yani bedel manası keldir diyen gap şu ba'nın o'rnida bedel kelimesini koysak manada buzuluş kep çıkması gerek. Mesela ve beddalnahum bi cenneteyhim cenneteyn zavate ukulun khamt degan o'xshash. Mishalga bi cenneteyn deki ba bedel manası kelgan. Yani Resulullah'ın bir hadisda vallahi ma uhibbu anna li bi kelimeti Resulullah humrun na'am degen. Allah bilan qasam mana Resulullah'ın bir ağız kelimesinin o'rniga men uchun humrun na'am bo'lishini yaxshi ko'rmayman. Resulullah'ın bir ağız kelimesinin o'rniga humrun na'am güzel tuglarning en isil tuglarning bo'lishini xolamayman degan. Bir kelimati badali kelimati degan ma'noda ishiltildi. Endi yeni bir ma'na zarfiyet manası. Endi lam bu ba zarfiyet manası. Mesela avvallarda o'qiymiz jalastu bil masjid ay fil masjid degandek bu zarfiyet odatda ma'nasi ishlatilganda buningki shu ba'ning o'rnida fi kelimesini qo'ysak chiroyli ma'no chiqishi ma'noda nuqsonlik ko'rilmasligi. Masalan, va laqad nasarakumullohu bi badr. Fi badr diye Allah sizlarga Badr yordam berdi deganga o'xshash. Badr degan joyda demakchi. Demak, endi u fi zarfiyat ma'nosi kelganda ya fi bilan kelgan so'z ya zarful makan ya zarful zaman bo'ladi. Masalan, najjaynahum bi sahar. Sahar vaqtida demakchi mana zarf zaman ma'nosi kelgan. Va bil asarhum yastaghfirun deganga o'xshash. Uchinchi ma'nosi benim sababiyat ma'nosi va ba'dan kelgan narsa bani oldingi so'zga sabab bo'ladi. Masalan, innakum zalamtum anfusakum bittakhazukumul ijla. Sizlar o'zinglarga sizlar mushu muzdayni iloh qilgan chaqda sizlar o'zinglarga zulm qildinglar. Sizlar muzdayni iloh qilganlik sabablik o'zinglarga zulm qildinglar. Bittakhazukum bi sababikum sababi degan ma'noda sabab degan ma'noda keldi. To'rtinchi ma'nosi isti'onat ma'nosida keldi deydi. Endi isti'onat ma'nosi degan nima desa, ya'ni olat ma'nosida. Masalan, shu urpijar bo'lgan ba'din kin kelgan narsa, shu urpijar bo'lgan ba'ning oldingi narsaning ma'nosining hojatga chiqib hosil bo'lish uchun shu ba'dan kin kelgan narsa bir qurol bo'lib turadi. Masalan, katabtu ad-darsa bil qalam. Darsni yozdim desak, darsni yozishdan iborat bir ish harakaning vujudga chiqishiga andin sabab qurollab bergan narsa desa qalam. Qalam bilan yozdim desa, mishalki ba isti'onat ma'nosida kelgan bo'ladi. Beşincisi ta'diyat ma'nosi bilan ishlatiladi.
ta'diyet manası degan nima desa, o'timlashtirish ma'nosi uchun keladi. Men buni darsning 5-bir so'zlab o'tdim. Zahabtu bi Zaydin ataytu bil kitob deganga o'xshash. Mutaaddilashtirish uchun keladi. Ya'ni bu ba ta'diyat uchun, mutaaddilashtirish uchun, tilni o'timlashtirish uchun kelgan bo'lsa, asl lozim pul bo'lsa bu bir maf'ul bo'lsa, mutaaddi pul bo'lsa, yana bir maf'ulni talab qildira oladi. Mesela وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ Allah halisa ularning quloqlarini olib ketdi, ketkizib o'tdi. Anda bo'lsa zahaba degan asli badir degan bu. Zahaba bi ketkizib o'tdi degan ma'noda. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Müşedem Allah'ın insanlarını müdafiye kılış, ularning ba'zi sebeplik yoki ba'zi orqali müdafiye kılışı bo'lmagan bo'lsa degan bo'ldi. Bir ba'ziniki ba mutaaddilashtirish uchun kelgan, dafa'ning bir maf'uli an-nas, birisi bi ba'z bo'ladi. Mana bu ta'diyat uchun kelgan, o'timlashtirish uchun kelgan, maf'ulun bi g'ayri sirih deymiz. Oltinchisi evaz ma'nosi va avviz deb chiqqan baytda evaz ma'nosi bilan ishlatiladigan, ya'ni bu evaz ma'nosi muqobala, almashtirish ma'nosi keladi. Endi ba'zi kitoblarda muqobala deb kelgan bo'lsa, ba'zi kitoblarda evaz deb keldi. Anda o'z bir savol chiqdi. Evaz bilan badalning nima farqi bor? Qandig'ini evaz deymiz, qandig'ini badal deymiz deganda, evaz odatda o'diga bir narsa berganini bildiradi. Masalan, ishtiraytul kitob bi 10 riyal desak, men bu kitobni 10 riyalga sotib oldim desak, 10 riyalga almashtirdim demakchi. 10 riyalga almashtirdim. Yani 10 riyalni men berdim, u ayda kitobcha va kitobni berdi. Almashtirish degan ma'noda. Ya'ni badal degan nima ekanida, badal degan evaz deb ma'noda, evaz. Evaz shu bir narsaning muqobiliga yana bir narsani berish. Bir narsaning o'rniga yana bir narsani berish, almashtirish ma'nosini bildiradi. Ammo badal chorasi badal ikki shayning birini tanlash, u ikki shayning birini yana biriga ortiq bilish. Deyishiladi. Ikkinin birini tanlaymiz va uni yana biriga ortiq qilish ikki tarafdan o'tirdi, bunda almashtirish ilib bormasdan. Ikkinin birini tanlaymiz. Lekin ani tanlab, ana ag'anning badiga anani bir tuqqan bunda evaz ma'nosidan farq qilgan tarafi bor demakchi. Masalan, innalloha ishtara minal mu'minin anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Mana Allah müminlerden ularning jonlarini, mollarini ularning uchun jannat bo'lishning badaliga sotib oldi deganga o'xshash. 7-chi ma'nosi ba ilsaq ma'nosi bilan keladi. Marardu bi Zaydin deb nari ko'p o'qiluvini. Ilsaq ma'nosi, mana buning asli ma'nosi shu. Bildi buni. Endi ilsaq ikki xil bo'ladi. Ilsaqi haqiqiy yoki ilsaqi hissiy desak bo'ladi. Ilsaqi ma'naviy deb ikkiga bo'linadi. Agar haqiqatan uning chaplashganligini, uning birini bildirsa ilsaq haqiqiy bo'ladi. Masalan, amsaktu bil lis, amsaktu bil harami desak, o'g'rini tutib oldim desak, amaliy qo'lidan tutib o'g'rini qo'lini tutganligini bildiradi. Birini chapini tutdi, ishqi bir yana tutganligini bildiradi. Endi yana vamsahu bi rusikum, sizlar beşinlarga mas qilinglar desam, o'sha ilsaq ma'nosi kelgan deb qaradi ba'zilar. Ya'ni mas qilguvchi o'zining qo'lini mas qilgan beshga chaplaydi deganni ko'rsatib turdi. Ama ilsaq ma'naviy yoki majoziy deganimizcha, ya'ni shu majruhmada yaqinlashganligini bildiradi. Masalan, tiftu bil Ka'ba, Ka'bani tavob qildim desak, u Ka'baga chaplashmaydi, Ka'baga yaqin holatda aylanganligini bildiradi. Mesela marartu bi Zaydin ve bihi da'un, Zayd bilan o'tdim, Zaydniki salba desak, marartu bi Zaydiniki ba ilsaqi, mesela haqiqatan unga chaplashganimiz, ashunga birga yaqin o'tganlikni bildiradi. 8-inchisi bu ma'a ma'nosi bilan ishlatiladi. Ma'a ma'nosi bilan, musahabat ma'nosi bilan bi'atul manzil bi asasi. Men bu sana bu uyni uy asoslari bilan birga sotdim deganga o'xshash.
Buna ait köp keledi. Mesela fesabbih bihamdi rabbik. Fesabbih bihamdi rabbik. Rabbingizga hamd aytishlan billa tasbih ayting deganga o'xshash. Ve min ma'nosidan keldi. Yani tabiiz ma'nosini bildirgan min ma'nosi keldi. Mesela demek ba'ning hamda ba'zilik ma'nosi var demekçi. Ayna yashrabu biha ibadullah deganga o'xshash. O'ninchisi bu yine an ma'nosidan ishiltirildi, mujovazat ma'nosini. Yine şu harfi jarning oldingi narsa, keyingi narsadan o'tib yiroqlashganligini bildiradi. Shundan mesela sa'ala sa'ilun bi azabin waqi bir so'g'uchi tushkuchi azob haqqida so'di. Desak an azabin waqi deganga o'xshashmish edi. Harfi jarlarning oltinchisi fi. Buning mashhur ma'nosi zarfiyat hissi yoki zarfiyat hissi yoki zarfiyat ma'naviy bo'ladi. Ama zarfiyat hissi degan nima desa, masalan innal mu'minin fi jannatin va uyun, innal muttaqin fi jannatin va uyun desak, yana muttaqilar jannatlarda bo'ladi va buloqlar ichida bo'lsa, mana hissi bo'ladi. Muhammad fil masjid desak, Abdullah fil masjid, mushariki fil masjid zarfi hissi bo'ladi. Ama manevi dediğimiz el-izzete fi ta'atillah. İtaat kılış, izzet Allah'a itaat kılışta. Ve lekum fil kısas hayatun. Kısas erişte hayatlık ba. Manevi zara buludu bre. Ende ondan başka bu fi tehe sebebiyet manasını bildirdi. Kutiba aleykumul kısas fil katla. Silahı kısas periz kılındı. Katla, öldürüş için. Ya ki Uzzibat imraatun fi hirr, bir ayol bir müşkning jihatidan azaplandı. Azap qilindi dengish. Qutila Muhammad fi zanbi, Muhammad gunohining javobi jinoyat sababli o'ldirildi deganga o'xshash. Mana bu fining zarfiyat ma'nosida ishlatilishlari. Yine harflarning ma'nolarining qatoridan qapqog'ini ala ألا الاستعلاء ومعنى في وعن بأن تجاوزا أنا من قد فتن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضعا قد جعل degan o'xshash. Ana istila ma'nosini ishlatildi. Ustida bo'lganlik, ustunlik degan bir ma'noni bildirish uchun ishlatildi. Fi ma'nosida va an ma'nosida ishlatildi. Anulan hushyor bo'lgan kishi anulan tajovuz ma'nosini maqsad qiladi. Bunda ba'di ma'nosini yiroqlashish ma'nosini anulan maqsad qiladi. Ba'zida keladi u an ba'di ma'nosi bilan keladi, keyin degan ma'nosi bilan keladi, u an ala ma'nosi bilan keladi. Shundaqla ala ham anning o'rnida qilingandek. Endi almashtirib ishlatiladi. Kelgan yerlar bor. 7-si ala bo'ldi. Endi istila ma'nosida deganimiz bu istila ya hissi bo'ladi, ya istila ma'naviy bo'ladi. Istila hissi deganimiz Zaydun ala sathi desak, Zaydun ala sathi, Zaydun fawqa sathi, Zaydun ala al-manzil, Zayd uyning ustida desak, ala sathi o'zida desak, fawqa degan ma'noda ishlatildi. Mesela Xolid ala sayyara desak, Xolid mashina ustida, fawqa sayyara degan ma'noda. Ve alayha ve en ma'naviy bo'ladi. Xolid alayhi daynun. Xolidning ustida qarz var desek, bu ustiga ma'naviy ustunlik ma'nosida bildirgan bo'ladi. Ammo tavakkaltu alalloh desak, Allohga tavakkul qildim desak, mana bu yerga ala bu yerda istila ma'nosida kelmaydi. Chunki tavakkul bu yerda haqiqiy, chunki nimishqa Alloh ya'lu Allahu la ya'lamu shay. Allohga bir narsa oliy bo'lmaydi. Hissan ma'nan oliy bo'lmaydi. Unda bo'lsa bu izofat bobidan bo'ladi. Tavakkaltu alalloh degan gap, men Allohga tavakkulimni qo'shdim deganga o'xshash. Ana fi ma'nosi ishlatildi, o'z zarfiyat olib ishlatildi demak, bir alaning zarfiyat ma'nosi bor.
Ve la usallibennekum fi cuzu'in nakli. Degan gap nima erki başqa fi ala kelib fi ma'nosi iroda qilinadigan ish bor demakchi. Fi ma'nosi bilan ishlatildi. Fi ala ma'nosi ishlatilganga o'xshash. Ve la usallibennekum fi cuzu'in nakli ay ala cuzu'in nakli degan bu tasharama shunga o'xshash. Ala kelib fi ma'nosida, fi kelib ala ma'nosida ve dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha. U shaharga shahar ahlidan g'aflatda qolgan chaqda kirdi deganga o'xshash. An ma'nosi bilan ishlatildi yiroqlish ma'nosida. Masalan, radiya alayya al-abrar, ghadiba alayya al-ashjar. Mendan yaxshilar rozi bo'ldi, eskilar mendan xafa bo'ldi desak, mishada radiya andiki ala an ma'nosida kelgan. Chunki Qur'on Karimda radiyallohu anhu radiyallohu anhum va radu anhu deb kelgan. Endi 8-incisi an. Bu asar bijarulib buni birinchi mujavazat ma'nosida keladi. Mujavazat yana shu zikr qilingan yoki zikr qilinmagan bir narsani bijardan keyin oldingi narsaning sababi bilan yiroqlashish ma'nosini bildiradi. Masalan, biz bir misol ko'rsak, akhaztul fiqha an fulan. Men fiqhni falanidan oldim desak, akhaztu, ya'ni fiqhni falanidan desak, xuddi u, ya'ni men shu fiqhni shu lamma alimtu ma yuallim. Bu odam o'rgatgan narsani o'rgangan chaqda fiqhni falanidan oldim desak, mana bu shara ilm o'rganish o odamdan og'irlik sababli u shu ilm o'rganish u odamdan olib o'tdi degan bo'ladi bu shara. Shu yiroqlashi bu'd ma'nosi bilan keldi. Dedik ham keyin degan ma'noni bildiradi. Masalan, qala amma qalilin la yusbihanna nadimin. Ular az vaqtdan keyin pushaymon qiluvchi tong atqizadi. Ba'da qalil degan ma'noda unda ishlatiladi. Endi ala ma'nosi bilan ishlatildi. Innama yabkhalu an nafsihi. Haqiqatan u o'z nafsiga baxillik qiladi degan bo'ldi. An ala ma'nosida. Demek Arapçalar birisi şunu almış işiltirdi. Şimdi biz bayan kap her xil ma'noda işiltildigan kapni ko'ribmiz. Shabbih bi kafin ve bihat ta'lilu qad yu'na ve zaidan li tawkidin varad. Kap bilan tashbih ma'nosini ifodalan ve o kap bilan illatmu ba'zida maqsad qilinadi. O kap ta'kid uchun ziyoda bo'lib keldi. Demak, unda o'z kapni shuni. Yana bir xil ma'nosi ism bo'lib qayerma ba'di. Misli ma'nosida ism bo'lib keladi. Birinchisi tashbih ma'nosida u noyda ko'p ishlatiladigan bir ma'no. Bu eng ko'p ishlatilishi tashbih ma'nosida ko'p ishlatiladi. Undan boshqa, masalan, Zaydun kal asad deydigan o'xshashlar ko'p. Ama tashbih degan nima deysiz? Tashbih degan ikki narsaning o'rtasida bir o'xshashlikni shakllantirish. Ikkisi bir sifat yoki bir necha sifatda ikki narsa o'rtoqlashganlik uchun bu ikki narsaning o'rtasida o'xshashlikni shakllantirishni tashbih deymiz albatta. Ikkinchisi illat ma'nosida keladi. Uzkuruhu kama hadakum. Alloh sizlarni hidoyat qilganga o'xshash, Allohni eslanglar degandek. Va o ta'kid ma'nosi bilan keladi. Ta'kid ma'nosi bilan kelganda cho'qim zaid bo'ladi. Lays kemisli şey deganga o'xshash. Endi lays kemisli shayda nurg'un qarashlar bor. Shu qarashning ichidan birisi mana lays kemisli kap zaid demakchi, ta'kid uchun kelgan demakchi. Wastu'mila isman wa kaza an wa ala min ayli za alayha min dakhala. Bu kap ism bo'lib ishlatildi. Ve şundağı en ve alamu isim bulab işiltildi. Muşu isim bulab işiltilgenlik cehettin o ala olan ennin beşiğe min kirdi. Şimdi kap isim bulab işiltilgende misli manasından işiltildi. Şimdi kap o biri isim bulganda misli manasından dedik. Mesela misli ma'nosidan kelib ba'zi fa'il bo'ladi. Ma'atabal aqil ka nafsihi.
Aqılga aqılın nefs üzünün oquşu kaim edi. Kenefsi degan fa'il oludu. Misl nefsi degan ma'noda. Maf'ulun bihi oludu. Ra'aytu katalibil ilmi fi hibzil vaqt. Vaqtga ahamiyat berishda ilm ügengüçünün oquşunu kömüdüm degan o'xshash. Katalib misl talib degan ma'noda bo'ldi. Majrurlar mikrodu xalas. Endi min ve alami ism bo'lib ishlatiladi. Ya'ni ala fevqi ma'nosida ishlatiladi. An janib ma'nosida ishlatiladi. Ammo shart chuqur ala janib ma'nosida ishlatiladishi uchun alani boshda min kelgan bo'lishi kerak. Min an deb bilish kerak. Ala fevqi ma'nosida uchun min ala ma'nosida kelgan. Min odatda min ala deb bunday kelgan bo'lishi kerak. Shu jihatdan u ikkisiga min kirdi deyishimizning sababi shu. Janib ma'nosida ishlatilsin dedik. يجلس القاضي وعن يمينه مساعده وعن يساره كاتبه من أن يمينه مساعده من أن يساره كاتبه قاضي oturdu qazının min an yemin qazının o'ng tarafida uning yordamchisi min an yasari uning so'l tarafida katib o'tirdi deganlik taraf degan ma'noga keldi. Ammo ala fevqi ma'nosida ishlatiladi. 5-chuqum min kelgan bo'lish kerak. Masalan, tatiru min ala manzilina at-ta'irat. Bizning uyning o'g'usida tintirbidan masalan aeroplanlar uchirsak min fevqi manzilina degan ma'noda shunday ishlatiladi. Mana bu minningki bir qism harfiy jarlarning ism bo'lib ishlatilganligining misollari. Endi navbatda biz muz munzaqqa to'xtalamiz. Va muz va munzman aysu rafa'a aw uliyal fi'la kaji'tu muzda'a va in yajurra bi fi mudiyyin kamin fakamin huma wa fil hudur ma'na fistabin. Muz ve munzu bu ikisi isim bo'lib keladi. Endi muz munzu ba'zida isim bo'lib keladi. Biz buni muz munzuni ba'zi isim bo'lib keladi, ba'zida bu harf bo'lib keladi. Muz munzudan keyin ismi mufrad kelib, jumla shibil jumla kami ism mufrad kelib, zir o'qilgan bo'lsa harfi jar bo'ladi. Ammo muz munzudan keyin ism kelib, pash o'qilgan bo'lsa yoki uningkin jumla ismiya yoki jumla fe'liya kelgan bo'lsa, bu joyda muz munzu ism bo'ladi. Shu muz munzu ikkisi ismdir, haysu rafa'a. O ikkisi pash o'qilayotgan joyda kelganda, rafi bo'lib tutgan, marfu bo'lib tutgan joyda, boshqa ishlab tutgan yerda kelsa. Yoki o ikkisiga o ikkisi pil agashtirildi, o ikkisi pilni agashtirildi, jo'da muzda'a deganga o'xshash. U chaqirgan chaqda men keldim degandek. Agar u ikkisi o'tgan zamonda harfi jar bo'lsa, u ikkisi minga o'xshash ma'ni ifodalaydi. Hozirgi zamonda harfi jar bo'lgan bo'lsa, fi ma'nosini bayon qiling. Mana bu baytning tarjimasi. Endi muz munzu ismning beshi kirganda chuqumu marfu bo'lib ya mubtada ya xabar bo'ladi. Ismning beshi kirganda. Masalan, maraytu muz yawmani. Desak muz yawmani desak, buni mishalini mubtada desak mutu, xabar desak mutu. Yoki yawmani xabar muqaddam, muz mubtada muaxir desak mutu. Yoki muzni mubtada deb yawmani xabar qilib versak bo'ladi. Muz yawman. Men uni ko'rmadim. Men uni ko'rgan vaqtdan ko'rmagan vaqtning o'rtasida 2 kundir. Bayna ru'yati va bayna adama ru'yati. Men uni ko'rgan vaqtdan ko'rmagan vaqtning oraliqi 2 kun degan ma'noda. Mana bu yerda mubdaninki shu xabar muqaddam, mubda'i muaxir, xabar muqaddam hisobida keltirildi. Endi o cümlege kirisi, başka cümle kirisi, o cümle ya cümle ismi yahut ya cümle fi'l yahut bu çağda o zarf buludu. Mesela harajtu muz
munzul javvu muntirun. Men yağmur yağıvatkan çağda çıktım degендek. Çıkmadım degen, sırtqa çıkmadım degендek. Endi qaraytu muz hava mumtir yağmurluq bolgan çağda dep. Endi materal jav munzu materal jav desek mi to yamtirul jav desek mi to o'xshash. Endi yaki muzmunzu harfi jar bo'lib keladi. Bu chaqda chuqum g'oyining boshlanganligini bildirir. Ya min ma'nosidan keldi. Agar undan keyin kelgan vaqtni bildirgan so'z o'tgan zamonga mayil bo'lsa, min ma'nosini hozirgi zamonga mayil bo'lsa, fi ma'nosi keladi. Masalan, mara'aytu muz yawmul juma. Men onu juma kuni bu yon ko'rmadim. Unda bo'lsa bu o'tgan zaman min ma'nosi keldi. Mara'aytuhu mundu yawmuna. Men onu bizning mush kunimizda ko'rsak, buni bu fi ma'nosidan keldi deb qaraymiz. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يؤق عن أمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكب وقد يليهما وجر لم يكب مندن كين وعندن كين وبعدن كين ما زيادة قلنده bu ma ziyade kılır. An o ma bilingen emellerden tusap kamede. Rubbadinkin kaptinkin ma ziyade kılıp o emelden toste o iş ve kad yalihima bazı da o iş kısmı ma yanlış biliyordu ve ilgili kılıçkal tutkan emel tusalmadı. Bunu bu yukarıki harfi cerlaninki muş may kapı kuşlaşılan emelden tusulaş ya ki tusalmazlık hakkındaki mesele. Hem de şu ma kelimesi şu 5 harftenkin ziyade kılınıtı bunu may kapı hedef atayımız. Min, an, ba, rubbe, kap. Mesela mimma, emma, bima, rubbema, kema dep şu ma'nın ziyade kılınışı şeklinde bu iki kısım bulundu. Birincisi ma gayri kaf olarak koşuluşu. Bima amma mimma da koşuluduk gayri kaf oluşu. İkincisi kaf oluşu. Yani kaf dediğimiz yine harf cerinin emelini tusap kağıtçı ma demekçi. Gayri kaf dediğimiz yine harf cerinin emelinin tosmuğuçu diyen manada. Mesela mindin kin bu magazin mimma kazı bunu may kape ma gayri kape deyimiz. Mesela mimma hatiatihim uğriqu desek bir hatiatihim nazruqulşi minnin sebebinin ma bir zaid littevkid deb qaraymiz. Amma qalilan la yusbihunna nadimin desek şire amma qalilindeki ma zaid littevkid deyimiz emelden tosmaydı. Hem de ba'mi şunday fabima naqdihim misaqahum desek naqdının zırqılışı ba'nın sebebiyle ma zaid littevkid deb qaraymiz. Ama ikinci kısmı ma kab bo'lib kelishi şekli. Hem de ma rubbadinkin ve kaptinkin qo'shilib kelib bu chaqda bu şu rubba bilan kapni emelden tusab qo'ydi. Yani harfi jarlik ruhni yo'qotdi. Lekin ma'nosi qolib qoldi. Endi shu rubbaga ama rubba ma deb rubbaga ma qo'shilganda makbub bo'lgan rubbaning ko'pinchisi fil mozida keladi. Fil mozida ishlatilsa ko'p bo'ladi. Masalan rubbama ra'aytu fit tariqi sa'ilan va huwa min al-aghniya. Men yo'lda sa'ilni ko'pincha yo'lda sa'ilni ko'rdim. Ve halbuki sahil baylanın qatardanken degendek. Endi onundan başka bu isim mi keladi? Rubbama jalisin azabı vakti deb
Ama ma kirgendimi Araplardan bununla emelini öz pete kaldığalım ba Rubbege ma kirgende emel bağgelli mi oldu? Emel bağmegelli mi oldu? Rubbema da mı kilodu? Rubbema da mı kilodu? Ama muşu emel bağgelli mi ba? Emel bağmegelli mi ba? Ama kapның ahırı qoşalışı kema dep bunun ma qoşalganda köpünçe vaqtda o emeldin tusulap qaladı. Amma bu emeldin tusulganjara kap ismga xas bo'lish xususiyati yo'qolib, o chaqda pilning beshig'ini kirdi, ismning beshig'ini kirdi, mufrad bilan xas bo'lmaydi. Cümle ismiye cümle yani hammasidan beshig' kira oladi o chaqda. Kema deb kelganda cümle ismiye mi kirdi, cümle fiiliye. Ama kap yalnız kelganda faqat ismi mufrad bilan beshig'dan kirdi. Mesela el-celisu salih hayrun ni'am kema celisu şerrul mesaib. Salih hemara sorundaş en yaxşı xudu nachar hem sorundaş en yaman musibet boğunu oxşaş degen. Yine el-kizbu yahdi ilal fucur kema yuzilu sıkaten nas bi sahibihi. Kizbi fucur cinayetleri başlaydı. Xudu o üzün ilgisini, insanların işencisini kizbi sahibiga bo'lgan kişilerin işencisini yo'qotib qo'ygandek deb kelgan. Mana bu yerda bu ma emelden to'sti cümle ismiye mi keldi, cümle fiiliye mi keldi? Lekin ma'nosi ba ameli yo'qoldi. Buni may kafe deb atadik. Ama emel bağın ahvalım ba, ma kirgende emel qilgan ahvalım ba, ve nansuru mevlana ve na'lamu ennehu kemen nasi mecrumun aleyhi ve carim deb kema en nasi deb emel qilgan şeklim keldi. Endi rubbe'nin taşınış ahvalları, rubbe yüzü taşınıp emele qilib qolgan ahvallar bu. Bu haqda Musannif rahimahullah bundaq deydi. Ve huzifat rubbe fecerret ba'd bel vel fa ve ba'del vav şa'azel amel ve kad yücerru bi seva rubbe leda hazbin ve ba'duhu yura muttarida. Rubbe taşlandı ve rubbe taşlanıp o beldin rubbe üzü taşlandı ve beldin kin kelgan ismini zir o'qitdi. Fa'din kin kelgan ismini zir o'qitdi ve vudin kin kelgan ismini zir o'qitdi. Mana bu xil amal ko'p tarab ketdi. Vudin kin kelganni zir o'qish bak ko'p taradi. Ba'zida rubbaning boshqa so'lammi ve kad yücerru bi siver rubbe leda hazbin ba'duhu yura muttarida. Ba'zida rubbaning boshqa so'lammi zir qiladi, harfijar tashlanganda. Rubbadan boshqa harfijarlarda harfijar tashlanib, majrur zir qilib ketgan ahvol bor. Uning ba'zisi grammatik ba'zilari umumiy kulli bo'lgan qoida deb qaraladi. Navbatda yuqorida bizning ko'rganimiz harfijar tashlanib, uning ma'nosi va amali qolib qoldi. Xuddi bu birincisi rubba tashlangan, ikkinchisi rubbining g'ayri tashlangan. Rubbi tashlangan bu bir qism ve rubbidan boshqa so'zlarning harfijarlarning tashlanishi. Endi rubba tashlangan rubba üç qismga bo'linadi. Uchinchisi samoiyul. Birincisi bu rubba vudin kin tashlanadi. Bu ismini vav rubba deb ataymiz. Rubbaning vosi deymiz. Vokil rubba tashlanib vokilni valaylin kamawjul bahri arxa sudula alayya bi anwa'il humum liyabtaliya deganga o'xshash. Deniz dolqinida ba'zi bir kechalar borki, u perdesini menga turli g'amlar bilan quyatdi imtihon qilish uchun desak, mana bu yerda valaylin kamawjul bahri arxa sudulaki valaylin va rubba mehda asl va rubba laylin demak, rubba tashlangan, laylin ziruqilgan, bu vodin kin kelgachga buni va rubba deb atagan. İkincisi bu qalil, ma'nosi ko'p kelgan ahvoli.
Bu rubba taşlanıp rubbadankin fa şu rubba taşlanıdı. Nima deydi? Aşu rubbana taşlanışı fa'dankin yoki beldankin taşlanıdı. Ana bel ve aşu fa'dankin huruf jar nima aşu zir o'qilgan majrur bo'lgan ism keladi. Masalan, famisliki rubla fataraqtu wa murdi'i fa'alhaytuha anzi tama'ima muhwili degan. Famisliki demir parubba misliki al hubla demakchi demiş rubba taşlangan. Bel mahmahin qata'tu ba'da mahmahin deb kelgan ekan. Mana misharimi ba'zi bir cho'lliklar borki, kezdim men o bir cho'llikdan keyin bir cho'llikni kezdim desak, mana mishara bal rubba mahmamin mahmahinde mishara taşlangan rubba sebeplik mahmazir olgan bu ikinci kısım şekli fa'dinkin ve rubba beldinkin rubbanın taşlanıp mecrurun kirişi. Hem de üçüncüsü avval kıdım azrak butu bu mezkur harflerden başkası bu temdi bu. Mesela resme darin vakabtu ala telalih kittu akbal hayatı min celalih degen okşaş. Resme darin nişede rubbe taşlangan bazı bir oylularının şu tüprük bakın ben onun üstüde tudum tas men hayatımni onun katılıqının hayatını ahırlaştırıp tas kaldım. Degende resme darim. Mana mishada bu anda wudin kilishga yoki fa'dinkin kilishga yoki beldinkin kilishga xas emas. Bayamqi ikkisi qiyosiy bo'lib, cho'qim nimadinkin keladi, wudinkin keladi yoki bel yoki fa'dinkin degan ma'unda emas. Bu normal shuni ba'zi ahvollarda keladigan ahvol bor. Kasamida keldi deb qaraymiz. Endi ikkinchisi harf jarlarning rubbadan başka harf jarlarning taşlanışı ahvoli. Rubbadan başka harf jarlarning taşlanışı bu şekil buldu. Birincisi kıyasi buldu, ikincisi samai asaslı buldu. Mesela kıyasi boğunu bu onun için bir neçe urma. Birincisi Allah degan ulug' labzin mecrur olganda bunun harf jarlarning taşlanışı. Mesela Allahi la'ab alannal khayra Allah bilan qasam men yaxshilikni qilmasak asa vallahi yoki billahi yoki tallahi bu maqchi mishada harf jar bo'lgan bu tashlangan deb qolasak bo'ladi. Yoki harf jarlar odatda mushu savolda bayni shu harf jar tilg'ilingan savolda tilg'ilinganlikdan javobda tashlangan ahvollar mavjud bo'ladi. Masalan في أي مدينة تسكن sen qaysi shaharda tursan desa Madina. Fi ayyi taskun fi ayyi madinatin taskun nerede oturuyorsan desa Mekke desa fi Mekke demekçi. Cevapta savol tashlangan so'zdan kelgan javobda tashlanib keldi. Masalan Mısırlarda ballaki hammasi ko'pincha bizning Uyg'urlar mesela hisobit olgan bo'lsa mesela fin taskun deydi. Nerede turarkan haysabi deb qo'ydi. Haysabi al hayy as-sabi asa fil hayy askunu fil hayy as-sabi de aşağı hayy as-sabi'ni zirqudu fi degan rubriklar tashlanadigan ahvol bor. Mesela bir adam Türkiye'de nerede oturur? Aynı taskun ise andan Safaköy deb qo'ysa, o arabcha kalima olgan bo'lsa, aytadi yaxshi oshkor o'tdi. Shunga o'xshash. Harfja tashlanadi. Fi ayni taskun ise yoki fi ayyi makan taskun qaysi o'rin turadisan desa, masalan Safaköy ise fi Safaköy demekçi asli. Shunga o'xshash. Buna sualda tilg'ilinmoqlik uchun javobda tashlansa bo'ladi. Üçüncü birisi
harfi jar mushu kay harfi masdariga bo'lganda kay harfi masdariga bo'lganda harfi jar bo'lgan lam ta'lilning tashnisi. Ba'zilar biz bayon qildik. Ji'atu kay ata'allama al-lughat al-arabiyya desak, buni ikki xil qarash bo'ldi. Kay ata'allama al-lughat al-arabiyya deganda ba'zilar kay harfi masdariga 5 lam tashlangan likay ata'allama al-lughat al-arabiyya degan bo'ldi. Ba'zilar deydi kay harfi ta'lil ata'allama al-lughat al-arabiyya an ata'allama degan bo'ldi deb qaraydi. To'rtinchisi mushu qiyos masdar muavval qiyosiy masdarning 5 ta harfi jarni tashlanishi va ko'p agar iltibos paydo bo'lib qolmasa bu 5 dan bir qatim deb o'tgan. Masalan erishib qilish ehtimolligi bo'lsa o'sha tashlanmaydi, bo'lmasa masdar muavvalning 5 ta harfi jar tashlanishiga ko'p uchraydi. Masalan Rag'iba yarghabu filining amni fi kildigan an kildigan ahvol bor. Bu chaqlarda cho'qim oshkor qilish kerak, erishib qilish ehtimolligi bo'lgan. Undan boshqa masalan tashlansin bulardi. Farihtu annaka muwazib ala salat. Men sening namozga ahamiyat berganligingdan xushal bo'ldim desak min an yoki farihtu bi muwazibaka men sening namozga ahamiyat berganligingga nayt xushal degan bari yo'qcha tashlangan desak bo'ladi. Mana bu harfi jarlarninki qoidalik tashlangan ahvoli. Endi yana birisi samai tashlanish deymiz. U cho'qim falon yerda tashlanadi degan bo'lmaydi. Tashlanmagaya yotqilinadi, tashlanmagayda buni tashlanadi deb qaramaymiz. Masalan, kayfa haluka desa xayrun valhamdulillah debdi. Asl bi xayr alhamdulillah. Kayfa haluka ana bi xayr alhamdulillah de xayrun valhamdulillah deb ketdi bir yerda. Bunda bo'lgan bo'lsa, o'sha bir Ru'batutna ujaj degan kishiningki bir so'zda o'shda kelgan ekan. Shunga bu mishada harfi jar samayan tashlangan deb qaraymiz. Mana bu bizningki o'sha harfi jarlar haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz izofat haqida bo'ladi. Biz 5 ta darsningki ilgili ishlab kelish shakli shu yo'l bilan bo'ladi. Ya harfi jar bilan boshlanib bo'ladi, ya izofat sababli bo'ladi, yoki tabiiylik yo'liga asosan bo'ladi degan harfi jar sababli ismni ilgili ishlab haqidagi kirish haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsda ko'rishili va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.